Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun siz bilan Yangi O'zbekistonda Prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyev rahbarligi va tashabbusi ostida amalga oshirilayotgan islohotlar to'g'risida gaplashamiz. Bu darsda siz bilan prezidentlik lavozimi, Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi prezidenti yoki 2017-21 yillarda amalga oshirilayotgan harakatlar strategiyasining mazmuni, Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining yo'nalishlari hamda yangi tahrirdagi konstitutsiyaning qabul qilinishi haqida gaplashar ekanmiz. Prezidentlik lavozimi bu dunyodagi ko'plab mamlakatlarda joriy qilingan davlat boshqaruvi sifatida ma'lum. Prezident bu davlat boshlig'i sifatida tan olinadi. Va bu O'zbekistonda 1990-yil 24-martda Islom Abdug'aniyevich Karimov tomonidan o'sha joriy qilingan lavozim bo'lib hisoblanar ekan. 91-yilda esa ilk saylovlar orqali, demak dekabr oyida mamlakatimizda birinchi mustaqil respublikaning birinchi prezidenti sifatida saylov o'tkazilgan edi va saylangan. Keyin esa aytishimiz mumkin, prezidentlik lavozimi bu 140 dan ortiq davlatda mavjud bo'lgan boshqaruv shakli bo'lib hisoblanadi. Hozirgi kunda esa Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bizning ikkinchi prezidentimiz hisoblanadi va u 1957-yilda Jizzax viloyati Zomin tumanida tavallud topadi. Kasbiy jihatdan muhandis-mexanik hisoblanadi. O'z faoliyati davomida u mana shu Toshkent irrigatsiya institutining kichik ilmiy xodimi, katta ilmiy xodim hamda o'quv ishlari bo'yicha prorektor, keyinchalik 1992-yildan boshlab Toshkent shahri Ulug'bek tumanidagi hokim vazifasini, 2003-2016-yillarda esa bosh vazir lavozimini va bundan oldin esa Jizzax viloyatida hokim lavozimlarida ishlab kelgan edi. 2016-yilga kelib birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovning vafotidan keyin dastlab vaqtinchalik prezident lavozimiga tayinlanadi. Keyinchalik esa 2017-yildan boshlab o'tkazilgan saylov natijalariga ko'ra prezident lavozimida faoliyat yuritar ekan. 2021-yilda esa saylov asosida yana qayta shu lavozimga saylanganligini aytishimiz mumkin. Siyosiy faoliyatida albatta o'zining tashabbusi bilan bir qancha ishlar amalga oshirilgan. Ayniqsa uning shu prezidentlik davri davomida xalq bilan ochiq muloqot, xalq qabulxonalarining ochilishi, tashqi siyosatda faollik hamda Markaziy Osiyoda hamkorlikni kuchaytirish chora-tadbirlari amalga oshirilgan ekan. Xalq bilan ochiq muloqotda mana shu davrda 2017-yildan boshlab bosh vazir qabulxonasi, prezident portali kabi qabulxonalari, xalq qabulxonalari ochildi va bunga fuqarolar o'z murojaatlarini bemalol, hech qanaqangi to'siqsiz amalga oshirishi mumkin va javob ham mana shu aynan elektron shaklda qabul qilib olinishi mumkinligini ko'rishimiz mumkin. Tashqi siyosatda esa bu davrda mutlaqo yangi o'sish ro'y berdi. Ayniqsa boshqa davlatlar bilan Yevropa ittifoqi, Rossiya, Xitoy, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan ko'p tomonlama o'sha strategik siyosat ishlab chiqildi va mana shunga amal qilib kelinayotgan ekan. Markaziy Osiyodagi hamkorlikka esa alohida to'xtalishimiz kerak. Biz avvalgi darslarda ham aytib o'tdik bu narsani. O'sha 2017-yildagi Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi 72-sessiyasida Shavkat Miromonovich o'zining nutqi bilan qatnashdi va Markaziy Osiyoda hamkorlikni kuchaytirish masalasiga alohida to'xtalgan edi. Va 2018-yildan boshlab Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining
maslahat kengashi amalga oshirilib kelinyapti va 2025-yilda 7-chi maslahat uchrashuvi o'tkazildi. Faqatgina 2020-yilda pandemiya sababli bir marta o'tkazilmay qolganligini aytishimiz mumkin. Albatta bu maslahat uchrashuvlarida mamlakatlardagi mavjud, ular o'rtasidagi mavjud bo'lgan muammolarga barham berish va integratsiyani kuchaytirish, shu bilan birgalikda yagona bir makon, mintaqa sifatida dunyoga tanilish uchun harakat bo'layotganligini kuzatishimiz mumkin ekan. Shu bilan birgalikda mana xalqaro maydondagi tashabbuslari ham e'tiborga loyiq deb hisoblaymiz. Mana Birlashgan Millatlar Tashkilotida 6 ta rezolyutsiya qabul qilingan. Ularning barchasi Shavkat Miromonovich tomonidan ilgari surilgan va bu BMTning tarixida kuzatilmagan holat hisoblanadi. Hech qaysi davlat rahbari yoki alohida bir shaxs tomonidan buncha ko'p rezolyutsiya taqdim etilmagan Birlashgan Millatlar Tashkilotiga. Shulardan ayrimlari mana inson huquqlari va bag'rikenglik, Orolbo'yi muammolari, pandemiya bo'yicha tashabbuslar bo'lib hisoblanar ekan. Harakatlar strategiyasida 2017-2021-yillarga mo'ljallangan chora-tadbirlarda 5 ta asosiy ustuvor yo'nalish mavjud ekan. Ularda albatta eng muhimlari bu demokratik islohotlar, iqtisodiy liberallashtirish, sud huquq tizimini isloh qilish kabilar asosiy o'rin tutishini aytishimiz mumkin ekan. Bundan tashqari keyingi bosqichda bu harakatlar strategiyasi natijalarini ko'rishimiz mumkin. Bular davlat xizmatlari yaxshilanganligini, inson huquqlarini mustahkamlanganligini, sud tizimi isloh qilinganligi yoki jamiyatda ochiqlik kuchayganligini bizlar ko'rishimiz mumkin, aytib o'tishimiz mumkin. Mana shu demak harakatlar strategiyasi amalga oshirilishining natijasi bo'lib hisoblanar ekan. Albatta ikkinchi davr bu taraqqiyot strategiyasi davri bo'lib hisoblanadi. Bunda 2022-2026-yillarni o'z ichiga olib 7 ta asosiy ustuvor yo'nalish belgilab berilgan. Bunda ham albatta asosiy omillar bu inson qadri markazda hamda iqtisodiy o'sish, ijtimoiy siyosatni kuchaytirish kabi masalalar asosiy o'rin tutar ekan. Shu bilan birgalikda taraqqiyot strategiyasining maqsadlari nimalardan iborat edi degan savolga to'xtalamiz. Hamda bunda adolat va qonun ustuvorligi. Biz O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan buyon mana shu qonun ustuvorligiga alohida e'tibor berib kelyapmiz. Nima uchunki qonun ustuvor bo'lgan jamiyatda albatta adolat qaror topar ekan. Shu bilan birgalikda rivojlangan yoki rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ijtimoiy himoya alohida o'ringa ega. Sababi har bitta davlat o'z fuqarosini himoya qilish asosiy maqsad bo'lib hisoblanadi. Xuddi shu nuqtai nazardan O'zbekiston ham o'z fuqarolarini, ayniqsa himoyaga muhtoj bo'lgan aholi qatlamlarini himoya qilish uchun kuchli ijtimoiy himoya konsepsiyasini oldinga surgan edi. Bu keyingi davrdagi davlat boshqaruvida ham asosiy o'rinlardan biri sifatida amalga oshirilib kelinyapti. Ma'naviy rivojlanish bu davrda ham o'zbek milliy an'analarining yoki o'zbek millatining merosi, ulug' allomalarning merosi bilan shug'ullanish, ma'naviy merosi bilan shug'ullanish keng rivojlanib boryapti. Ayniqsa keyingi mana yaqinda o'sha ochilgan Islom sivilizatsiyasi tarixi muzeyi juda katta ahamiyatga ega bo'ldi. Hattoki bu Islom sivilizatsiyasi markazining binosi o'zining yagonaligi yoki o'zining betakrorligi bilan o'sha Ginnesning rekordlar kitobiga kiritildi. Shu bilan birgalikda hozirgi globallashuv davrida xavfsizlik va tashqi siyosatga alohida e'tibor berilmoqda. Nima uchunki hozirgi kunda dunyoning turli burchaklarida juda ham ko'p urush yoki bo'lmasa to'qnashuvlar, harbiy to'qnashuvlar yoki
o'zaro siyosiy kuchlarning to'qnashuvlariga guvoh bo'lmoqdamiz. Albatta bunda O'zbekistonning o'sha mojarolarni tinch yo'l bilan hal etish pozitsiyasi juda muhim hisoblanadi. Shuningdek, O'zbekiston o'z xavfsizligini va tashqi siyosatini muvofiqlashtirib borish shu asosda yo'lga qo'yilib kelinmoqda. Endi yana bitta asosiy narsa bu yangi konstitutsiya bo'lib hisoblanadi. Avvalgi konstitutsiyamiz 128 ta moddadan iborat bo'ladigan bo'lsa, bu demak 126 ta moddadan iborat bo'ladigan bo'lsa, demak yangi tuzatilgan konstitutsiya bu 155 ta moddadan iborat bo'lib, asosiy e'tibor bu inson huquqlari hamda ijtimoiy himoyaga yoki ijtimoiy prinsiplarga asoslangan bo'lib hisoblanadi. Bunda asosiy amalga oshirilishi yo'nalishlari inson, jamiyat va davlat tamoyili asosida amalga oshirilar ekan. Shu bilan birgalikda ijtimoiy davlat prinsipi, ya'ni davlatning ijtimoiylashib borishi prinsipiga amal qilinadi. Fuqarolarning huquqlari kengaytirilishini ko'zda tutadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, islohotlar keng ko'lamda olib borilmoqda hamda inson qadri ustuvor, O'zbekistonning xalqaro nufuzi oshib bormoqda, yangi O'zbekiston shakllanmoqda. E'tiborlaringiz uchun rahmat.